Hammaga salom. Bugun biz Mosfet dasturdan ro'yxatdan tushirib chiqamiz. Mosfet dasturga kirganimizdan so'ng mana tepada ro'yxatdan o'tish va kirish bo'limi bor. Kirish bu o'zingizning eski akkauntingizni tiklash, ro'yxatdan o'tish. Bu o'zingizga yangi hisob ochish. Mana o'zi bizlarga 3 million so'm bonus beryapti. Hozircha kerak emas. Mana ro'yxatdan o'tish. Bu yerdan 4 ta bosqich orqali o'tsangiz bo'ladi. Bir boshidan telefon raqami orqali va elektron pochta orqali va ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlar deganda VK, Odnoklassnik и тоже iPhone turibdi. Bizlar bir boshidan o'tishni boshlaymiz. Mana Rossiya degan joyga O'zbekiston qo'yamiz. Tasdiqlash. Valyuta OSS bo'ldi. Mana keyin promokod degan joyga F666 xuddi men yozgandek yozasizlar va ustidan qo'llashni bosasizlar. Nima qabul qilindi. Keyin bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi, bonuslar tanlasangiz, kazino o'yinlari uchun 3 million so'm bonus beradi, sport o'yinlari uchun unga ham 3 million ekan. Qaysi biri ko'p o'ynasangiz, shuni tanlab qo'yingizlar. Bizlar kazino va games o'yinlarini ko'p o'ynaymiz. Ro'yxatdan o'tish. Keyin mana bu yerda bizga login parol berildi. Pastdan qaytadan nomer olasak bo'ladi. Nomer olganimizdan so'ng kod qanday keladi bizlarga? Telefon qiladi. Shu telefon qilgan nomerda oxirgi 4 ta raqami bizlarga kod bo'ladi. Eslaringizdan chiqarmangizlar. Elektron pochtamizni olib qo'ysak ham bo'ladi bu yerga. Bizlarga hozircha shart emas. Birdan hisob to'ldirishga olib o'tdi. Xmo bor. Тоже Uzkassa, Visa karta, Mastercard. Shu chiziqchani ustiga bosamiz. Keyin mana bu yerda ID ni ustiga bosamiz. Va tepadan olamchani ustiga bosib, mana shu yerdan ma'lumotlar to'ldiramiz. Hammaga omad, promokodimiz F666. Hammaga salom. Bugun biz Mosfet dasturdan ro'yxatdan tushirib chiqamiz. Mosfet dasturga kirganimizdan so'ng mana tepada ro'yxatdan o'tish va kirish bo'limi bor. Kirish bu o'zingizning eski akkauntingizni tiklash, ro'yxatdan o'tish. Bu o'zingizga yangi hisob ochish. Mana o'zi bizlarga 3 million so'm bonus beryapti. Hozircha kerak emas. Mana ro'yxatdan o'tish. Bu yerdan 4 ta bosqich orqali o'tsangiz bo'ladi. Bir boshidan telefon raqami orqali va elektron pochta orqali va ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlar deganda VK, Odnoklassnik и тоже iPhone turibdi. Bizlar bir boshidan o'tishni boshlaymiz. Mana Rossiya degan joyga O'zbekiston qo'yamiz. Tasdiqlash. Valyuta OSS bo'ldi. Mana keyin promokod degan joyga F666 xuddi men yozgandek yozasizlar va ustidan qo'llashni bosasizlar. Nima qabul qilindi. Keyin bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi, bonuslar tanlasangiz, kazino o'yinlari uchun 3 million so'm bonus beradi, sport o'yinlari uchun unga ham 3 million ekan. Qaysi biri ko'p o'ynasangiz, shuni tanlab qo'yingizlar. Bizlar kazino va games o'yinlarini ko'p o'ynaymiz. Ro'yxatdan o'tish. Keyin mana bu yerda bizga login parol berildi. Pastdan qaytadan nomer olasak bo'ladi. Nomer olganimizdan so'ng kod qanday keladi bizlarga? Telefon qiladi. Shu telefon qilgan nomerda oxirgi 4 ta raqami bizlarga kod bo'ladi. Eslaringizdan chiqarmangizlar. Elektron pochtamizni olib qo'ysak ham bo'ladi bu yerga. Bizlarga hozircha shart emas. Birdan hisob to'ldirishga olib o'tdi. Xmo bor. тоже Uzkassa, Visa karta, Mastercard. Shu chiziqchani ustiga bosamiz. Keyin mana bu yerda ID ni ustiga bosamiz. Va tepadan olamchani ustiga bosib, mana shu yerdan ma'lumotlar to'ldiramiz. Hammaga omad, promokodimiz F666.